Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana qozonxonamiz chiroyini ochib ketyapti kundan kunga. Kechaginga yana bir marta ko'rsatmoqchiman. Bu radiator трехходовыйsi, теплый пол 500 kvadrat. Buniki mana ручной regulirovkasi. Теплый пол bu ham ручной regulirovka. Hozir bu kerak emas, dam olish kuni. Ketdi endi bu yoqdan boshlaymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi etaj radiator. Kecha ko'rsatganim kontrolli boshqarish. Mana hammasi taqildi, hammasi ishlayapti. Mana batareykalarni, nasoslari hammasi ishlayapti. Mana ko'rsatib qo'yay. Mana kontrollerlari 4 etajga taqildi. Endi mana bu pultini qo'yib qo'ydik. Bugun perforatori yo'q edi. Tak. Mana qaranglar. Birinchi etaj. Nima qilamiz buni? Hozir tekshiryapmiz. 41 gradus ekan. Buni bugun 40 ga qo'yib qo'yaylik. 40 da turibdi. Bo'ldi. To'g'rilab qo'ydik, bo'ldi. Dальше. İkinci etaj. İkinci etajda ko'ramiz. 40 da turibdi ekan, bu ham bo'ldi, shunday qoladi. Uchinchi etaj bu o'rtaliq. Bu yerda ko'p gradus berilmaydi. 20 gradus. Bo'ldi, ketdi, o'zi to'g'rilab oladi. И to'rtinchi etaj. To'rtinchi etajdagi 40 gradus bo'ladi. Kun issiq. Ertaga bular mana bu tarafga ilinadi. 4 etajga. Hech kim bu yoqqa kelib hech narsani aylantirmaydi. Mana qozonxonamizni bir ko'ringlar. Bu tayyor bo'lgandan keyin bu hali bu yoqqa nasos taqiladi, taglarida bor mana. Yana bir 4 ta nasos taqilishi kerak. Shu bilan qozonxonamiz bitadi. Hozircha mana shu Like'da dang'illatinglar yoqqan bo'lsa endi. Shuncha mehnat. Hammaga rahmat.